Drabilkamiz shunaqangi upakovka holatda keladi. Xohlasanglar shunaqa upakovka holatda, donaga ham xohlasanglar yig'ib terilgan holatda yetkazib beramiz. Upakovkalari ham juda ham mustahkam bo'ladi. Kraskalari qarilmasin degan maqsadda upakovkalarini qalin qilib olib keltiramiz. Xo'p. Drabilkamizning motorlari 6,5 kW yozilgan bo'ladi. O'zi toza 4 kW ga ishlaydigan motor bilan jihozlangan. Obmotkasi alyumin bo'ladi, mismas. Alyumin obmotka juda hali tok past joylarda ham ishlashga juda ham qulay bo'ladi. Qishki kunida juda ham ko'p joylarda toklarimiz tushib ketadi. Drabilkamizning komplektida 4 xil setkasi bor. 2 xil o'tga, 2 xil donga bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bunisi o'tga qo'ybob deb qo'yishadi. O'tni mayin holatda chiqarib beradi. Bunisida o'tlarni yirik holatda chiqarib beradi. Bunda donni kepay holatga, bunda yorma holatga keltirib beradi. Setkalari mana tashqaridan almashadi. Hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Shunchaki tashqaridan almashaveradi. Drabilkamizning komplektida balonlari bor. Boltgachalar yig'ish uchun yog'ida mana ko'ryapsizlarmi? Hamma yog'i. Pichoqlari kalyonni kuydirilgan bo'ladi. Malatka o'ylari ham joylashgan bo'ladi. Drabilkadan tishlari qatgan listlarimizni ko'rsanglar 1 sm qalin listlarga qatgan bo'ladi. Bu uzoq yillab xizmat qilib beraveradi sizlarga. Xo'p, drabilkamizni endi motor qismini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Drabilkamizni motorlariga kelsak, mana 6,5 yozilgan bo'ladi. O'zi 6,5 chiqmaydi. Xalqni aldash foydasi yo'q. 6,5 yozilgan. O'zi toshni 4 kW chiqadi. Oborotlari 3000 oborot bo'ladi. Obmotkasi alyumin. Bu yerda tokni ko'rsatib turadigan 220-225 ko'rsatib turadigan voltmetr joylashgan bo'ladi. Simlariga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Qalin simlardan ishlangan. Bu yerda o'chirib yoqish uchun qisilib qolsa, o'tlar tiqilib qolsa tashlaydigan avtomat joylashgan bo'ladi.